Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimiz Allah'ın Er-Razzaq sıfatı. Bugün biz Allah'ın Er-Razzaq sıfatına to'xtalamiz. Er-Razzaq degan nima? Qaysini bilasizlar? Er-Razzaq degan nima? Ustoz rizq berguvchi. Ha, maşallah. Rizq berguvchi degan ma'noda. Yani Allah yaratgan canlılarının ihtiyacı bo'lgan her narsasini berguvchi deganlik. Yani Allah Taala yaratgan bütün canlılarınki nimaga ihtiyacı bo'lsa, yani ihtiyacı bo'lgan narsalarınki hammasini berguvchi deganlik. Yani Allah yaratgan canlılarning nimaga bilamiz shundaqmi? Bu canlıların içinde mesela insanlar desek, insanların meyli kafir bolsun, meyli Müslüman bolsun, meyli qaysi millet bolsun, bütün insanların hamısına Allah rızık berýärdi, rızık berýärdi. Yani hayvanatlarga rızık berýärdi, ösümliklerge rızık berýärdi. Yani Allah yaratgan canlılarınki hammasiga ihtiyacı bo'lgan her narsani berýärdi. Yani Allah Taala Er-Razzaq degan ism bilan ataladi. Razzaqning nimaligini bildinglar, ha? Unda sizlardan so'rab baqay, rizq degan nima? Rizq degan nima? Bildiganlar bormi? Endi berayim. Rizq deganimiz Allohning insonlarga, hayvonotlarga, jumladan bütün canlılarga ularning ehtiyojini qamdash uchun bergan har narsasi nima bo'ldi ekan? Rizq deb ataldi ekan. Yani Allah'ın insanlarga, hayvanatlarga, cümleden bütün canlılarga ularning ihtiyacını qamdash uchun bergan her narsasi rizq deb ataladi. Sura Hud'ninki 6-oyatida Allah Taala şu yeryüzüdeki bütün canlılarninki rizqini berishni o'z ichiga olganlik to'g'risida bundaq degan oyatning qaysini o'qib baqsizlar? Bismillahirrahmanirrahim deyinglar. Fatima okuma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها Yeryüzündeki hayvanların hepsine rızık verişini Allah merhamet yüzüsünün üstüne algan. Maşallah. Yani rızıkni kim üstüge yaptı? Allah Taala üstüge yaptı. Yaratgan narsalarning hammasiga Allah Taala men rızık beraman deb rızık berishni Allah Taala üstüge yaptı. Yani rızık berish kimning ishi ekan? Allohning ishi. Yani biz özümüzün rızkını özümüz yaratalan ekanmiz, yaratanmaymiz. Yani rızıkni Allah berdi, ha? Allah'ның rızıklarından qaranglar. Mana resimlikisini biz her gün yeyotgan tamoqlar, yemekler bu Allah'ның rızıklarından qatoridan. Yani men sizlardan so'rab baqay, Alloh taolo yana bizga qanday rizqlarni beryapti? Yani bütün canlılarning ehtiyojli narsalarning hammasini rizq tuduq, shundaqmi? Yani Alloh taolo bizga qanday rizqlarni beryapti deb baqinglarchi? Yemek içmek tamoqdan boshqa Hava. yaxshi havo. Daraxtlar o'sadigan nimalar bor? Yaxshi meva-chevalar, sabzavotlar, shundaqmi? Meva-chevalar, sabzavotlar Alloh bermasa biz chiqara olamizmi? Yani insanlar biz terib o'stiryapmiz deymiz, lekin mushu terib o'stirish uchun ketadigan mush urug'ni eng dastlab Alloh taolo bizga yaratib bermagan bo'lsa, biz uning qadr bila olamizmi? Hargiz qadr bila olmaymiz, shundaqmi? Yani biz yeryüzünde bo'lmagan bir o'simlikni yoki bo'lmasa bir sakoktatni yoki bo'lmasa bir mevani barliq keltirishga biz qodirmi? Hargiz qodir emas. Yani bu meva-chevani bo'lsin, sakoktatlarni bo'lsin, hammasini Alloh bizga bergan. Biz shuningdan ko'paytirib yetishtira olamiz. Shundaymi? Yaxshi. Yani Allohning bergan rizqlardan nimalar bor? Deb yaqinlar. Nimalar bor? Suv bor, yaxshi. Yana-chu
Kiyim-kecheklerimiz mi Allah'ın bergen rızkı mı? Elbette Allah'ın bergen rızıkları. Eğer Allah bizge hemşe kiyim-kecheklerini bermegen bolsa, biz yalağaç kılattık. Şundaq-ku, bu kiyim-kechekler nimeden çıkıdı balla? Yine Allah'ın bergen narsalardan çıkıdı yana. Biz kiyim-kechekler nimede yasaymiz? Mesela paxta kiyim-kecheklerini Allah'ın bergen şu paxtadan çıkarımız. Şundaq-ku, kevez diyen ösünlükten paxta çıkıdı. Şu paxtadan jip qilib, anadaki raxtlarını toqup kiyim yasayalaymiz. Bugünkü xaşu kiyimler mesela sünnet alalıq kiyimler var. Bular nemden çıkıdı, bular mı neftinin kaldıklarından çıkıdı. Neftini kim bergen? Allah bergen. Yani bu kiyim-kecheklerimizdeki menbesini mi Allah bergen? Gel qılana. Ay. Ay, yaxşı. Ayını mı Allah Taala bizge rızık bergen? Ama şu meyvechelerimizin başında tatlılık, ranglik buluşu ne bilen münasebetlik? Osmandaki ay bilen münasebetlik. Yaxşı. Yine Allah Taala biz insanlara yine qanday rızıklarını berwatıdı? Yine pek ıngacı? Ay. Öy yaxşı maşallah. Oldurduğun öylerimiz mi? Allah Taala bizge rızık bergen. Yaxşı. Yine çoğuyna nimeler var? Kün. Gün, quyosh yaxshi. Quyosh bo'lmasa hayotni bo'lishi aslo mumkin emas. Yana qanday rizqni berdi Alloh bizga? Dikkat muallim. Maktab yaxshi maşallah. Maktab mu Alloh taolamiz bizga rizqlari. Yenichi aydayotgan mashinalarimiz Allohning rizqimi? Albatta Allohning bergan rizqi. Yeni mashinalarni aytdim rohat, issiq ko'maymiz, sovuq ko'maymiz, yomg'ir ko'maymiz. Shu mashinalar Allohning bergan rizqi. Yenichi Hava. Ha? Hava. Yaxshi havo. Havo albatta Allohning bergan cho'ng rizqlardan birisi. Endi undan boshqacha qaranglar, bolalar, sizlarga o'xshash ota-onalarga berilgan farzandlarmi Allohning bergan cho'ng rizqlardan birisi. Yana qarab boqaylik, pul, mol, mulk, hammasi Allohning bergan rizqimi? Albatta shundoq. Alloh taolo, ya'ni pul, mulkni kim berdi? Alloh berdi. Elevas kim oladi? Alloh elib oladi, ha? Yaxshi. Endi undan boshqa Allohning bergan rizqlariga qarab boqaylik. Ha? Yan. Nima? Yan. Cinimiz. Muallim orman. Orman. Yaxshi. Vaqtni Allohning bizga bergan noyitimi muhim bo'lgan bir rizqlardan birisi. Ya'ni Alloh taolo bizning umrimizni bermasa biz bir ish qila olaymizmi? Qila olmaymiz. Alloh shu bizga yetarli vaqtni berganligi uchun Alloh uchun xizmat qila olamiz. Alloh uchun ibodat qila olamiz. Shu vaqt bizga bergan muhim rizqlardan birisi. Enachi ota-ona qaranglar. Ota-onalarni balki rizq deb o'ylab boqmagan bo'lishinglar mumkin. Bizga berilgan shu ota-onamizning yanida bo'lishimi biz Allohning bizga bergan noyitim cho'ng rizqi. Buni qanday bilalaymiz? Ota-onasidan ayrilgan yetim bolalar qarasanglar, o'zinglarga qanchalik rizqni berilganligini bilalaysizlar. Yani ota-onami Allohning bergan bir rizqi. Bundan boshqa iymonimiz. Iymonimiz. Bizning qalbimizdagi iymon Allohningki bergan noyitimi cho'ng rizqi. Biz iymon bo'lmaganmiz qanday bo'lib qoldik? Hayvonotlardan farqlanmaydigan holatda shundoq shaklimiz insonga o'xshaydigan, ammo lekinchi yashaydigan turmushimiz hayvondan betar holatda yashaydigan bir insonlarga aylanib qoldik. Ya'ni biz bu iymonimiz bilan dunyo oxiratlik baxtimizni erishdik. Yenichi ilm olish kursini, bilatamizlar maktabni Allohning bergan rizqini qatnashtirib, ovozingni aytinglarchi. Allah'ın bizga bergan ilm olish fursatimi nihoyatda cho'ng rizq. Bugungi dunyoda nurg'un bolalar ilm olish fursatiga erishmay yashayotdi. Ammo sizlarchi Allohning ilm olish fursatiga erishyapsizlar. Bu Allohning bergan rizqi. Qarindosh qaranglar. Qarindishinglar bo'lishi mumkin hammalarningki, akalaringlar, achanglar, ufqonglar, singlinglar deganlar qarindoshlaringlar bor. Mushu qarindoshmi Allohning bergan cho'ng rizqi. Ya'ni buning agarda qarindoshi yo'q bir kishiga qarasanglar, buning noyatdan cho'ng rizq ekanligini his qilaverasizlar. Sog'lomlik, qaranglar, bizning tenimizning sog'lom bo'lishi, butun a'zolarimizning sog'-salomat bo'lishimi Alloh bergan noyatdan cho'ng rizqlardan birisi. Agar Alloh taolo bizga bu sog'lomlikni bermagan bo'lsa-chi, yaqilama. Ama nimishqa baş. Yetim bolalarning nimishqa anisi yo'q. Yetim
mallarning nimishqa onasi yo'q. Yani Allah Taala aşında qilishim, aşında ata-onasi yo'q bo'lishni iroda qilibdi. Yani Peygamber Aleyhisselam'ınki dadısı barmidi, Peygamberimizin dadısı yo'qdi. Yani Allah Taala Peygamberimizni dadısı yo'q sharoitda aşında chiniqib, aşında büyük bir vazifani elishga loyiq bo'lgan bir inson bo'lib yetishib chiqsin deb Alloh taolo otasiz cho'ng qilgan. Alloh taolo shu orqali chiniqtirgan. Yani otasi yo'q bo'lg'achqa payg'ambar alayhissalom ota-onasi yo'q, hali cho'ng bo'lgan bo'lg'achqa ota-onasi yo'q yetimlarning qadrini bilgan. Yani Allohning har bir ishda bir hikmati bor. Bizning ota-onamizning bo'lishidan bir hikmat bor, yo'q bo'lishidan bir hikmat bor. Yani Alloh taolo xohlaganini qilguchi. Bildinglarmi? Endi sog'lomlik masalasi kelayli. Yani bizning butun a'zolarimizning sog'-salomat bo'lishimi Allohning bergan noyatimi cho'ng rizqi. Og'rib yetib qolgan inson qarab yiqinglar. Ular Allah buyurgan ishni qila olamdi, qilolmaydi. Hatto o'zining hojatidan chiqolmaydi, boshqalarga muhtoj bo'lib qoladi. Yani bu bizningki sog'-salomat turishimiz Allohning bizga bergan noyatimi cho'ng bir rizqi. Yine qaranglar xotirjamlik. Xotirjamlik Allah'ның bizi bergan noyatimi cho'ng rizqlarningki yana birisi. Agar biz xotirjam bo'lmay boqayli, bizning turmushimizda jangi jadal, urush talashlar bo'lib boqsin, bizning turmushimiz tartibli bo'lamdi, hargiz bo'lmaydi. Hattoki yegan narsamiz sig'masligi mumkin. Ya'ni gelimizdan bir narsam o'tmaydigan holatga kelib qolishimiz mumkin. Bugünkidagi xotirjam holatda uxlab, darslarni o'rganib qila olamizmi? Xotirjam bo'lmasak, hargiz qila olmaymiz. Allohning bizga shu xotirjam bir kunni berishim uchun noyatimi cho'ng bir rizqi. Yani Allah har vaqt bizga shunday noyatimi ko'p rizqlarni berib turadi. Qaranglar, insonlarga yuqoridagi rizqlarni berib Alloh taolo hayvonotlarga nurg'un rizqlarni bergan. Masalan, jaranni misolga olsak, jaran nima yeydi? O't yeydi. Shundoq qo'mishnoq jaranga o'xshash o't yeydigan shundoq Alloh taolo zamin ustidagi har xil, har turli o't cho'plarni rizq qilib berdi. Tiyinchoqchi Alloh taolo yeydigan shundoq qarag'ayning urug'iga o'xshash, xalagan shundoq yaxshi ko'rgan narsalarni buningga Alloh taolo rizq qilib berdi. Ma'u hayvonlarning rizqini Alloh taolo har vaqt berib o'tadi. Mesela keptelerni o'ylab qolamiz, teshida kepteler yashaydi. Aşqılandı, aşqanmaydı. Shunaqo u yerdan bu yerdan dallarni tepib yeydi. Alloh taolo har vaqt mush qushlar qarab baqsa, bu qushlarni boqadigan bir inson yo'q. Shunaqo bularning baqitisi yo'q, ammo Alloh taolo har vaqt bularningki qornini to'yg'izib turdi. Atigani och holat ondan qo'pidi, keshog'icha uchib bu yerlardan rizqlar bir yerlardan yeydigan narsani tepib kelib, yana keshog'an joyga qo'sig'i to'q holatda uvusi qaytib keladi. Yani Alloh taolo har qanday bir jonliqlarga shuna rizqlarni beradi. Ma go'shxo'r hayvonlar qaranglar, bularcha bir-birini yeydi. Shundaqo, go'shxo'r hayvonlar ashundoq o'zining ojiz bo'lgan hayvonlarni yeyish orqali rizq erishadi. Muallim, hayvanlarning hammasini uyi bormi? Hayvanlarninki hammasini uyi bormi? Balkim bo'lishi mumkin. Hayvonotlarning hammasini uyi bo'lishi mumkin. Uyi bo'lmagan holatda umr yashaydigan bir doirasi bo'ladi, bir makoni bo'ladi. Burkut nima yeydi bilamizlar? Allah burkutning rizqini nima bilan beradi? Ustoz beliq yeydi. Beliq yeydi. Yenichi? Toshqon yeydi. Ustoz go'sht yeydi. Ha, maşallah. Bo'ri nima yeydi bilamizlar? Nima muallim? Go'sht, muallim go'sht. Hayvan yeydi. Ustoz go'sht yeydi. Hayvan. Men yeyman. Oy, siz bo'ri yemsiz? Bo'ri yesak bo'lmaydi, ha? Shir nima yeydi? Ha? Ma'nimiz nima? Shir. Yeydi adam. Shir adam yeydi. Yo'q, adam yemaydi, shir normalda.
Az vaqt salınlap Boş yeydi. adam yap qalgan bilan Hayvanlar boş yeydi. hayvanlarni yeydi va nima Boş yeydi ustaz. go'sht yeydi? Nimaning go'shtini yeydi? Toşkanlar. Toshqonni yeydi, Cerenli yeydi. yaranni yeydi. Yani o'zini aziz bo'lgan hayvonotlarniki qaysini yeydi? Shunday qilib. Mana o'simlik qaranglar. Alloh taolo o'simliklarga har vaqt rizq berib turdi. O'simliklarning rizqi nereden keladi? Tuproqdan keldi. Shunday qilib o'simliklar tuproqdan har xil oziq moddalarni simirib yashaydi. Yani o'simliklar quyosh nuridan foydalanib, yani fotosintez orqali yana oziq moddalarni yasay oladi. Shunday qilib nereden keldi ekan? Ustaz havadan mı faydalandı? Havadan faydalandı. Havadaki karbon dioksit bo'lmay qolib qolsa, fotosintez rol bo'lamdi, bo'lmaydi. Yaxshi. Endi nimadan faydalanadi ekan? Tuproqdan, havodan va quyosh nuridan foydalanib turib, o'simliklar rizqlanadi ekan. Malum yağmurda mı faydalandı? Yaxshi, yomg'irdan foydalanadi, albatta, suvdan foydalanadi. Uni unutib qoldim ha, yaxshi. Yomg'irdan, tuproqdan, ya'ni yomg'irdan demoqchi bo'lgan maqsad suvdan. Suvdan, tuproqdan, havodan, quyosh nuridan foydalanib turib, o'simliklar rizqlanadi ekan. Yani o'simliklarga bergan Allohning rizqi nima ekan? Havo, quyosh, tuproq, suv ekan. Yaxshi. Qaranglar, mana o'simlikni ko'rib boqinglar, qarab boqinglar. Ko'rib boqqanmidinglar? Mana o'simlikni ko'rib boqqanlar bormi? Ben de kürek bakmadan varım. Ko'rib boqqanmasa men deb beray, qaranglar. Bu o'simlikning ismi seriq yo'gay qaranglar, seriq yo'gay. Men bek hayron qilman seriq yo'gayga qarasam, Allohningki mush ar-razaq sifatini noyitim yaxshi his qila olayman. Bu seriq yo'gayninki qaranglar yildizi yo'q. Hech qanday yerga tutishadigan yildiz olmaydi. Yildiz olmaydi. Ondan keyin seriq yo'gay ham qarasanglar seriq rangda. Yani seriq rangdagi o'simliklar fotosintez deb beralamdi, deb berolmaydi. Balkim maktabda o'qigan bo'lsanglar bilasizlar, fotosintez deb berish uchun cho'qim yeshil bo'lgan xlorofil deydigan bir pigment, xlorofil deydigan bir element bo'lishi kerak tarkibida. Shundaqmi? Xlorofil bo'lmasa fotosintez deb berolmaydi. Undaqda bu seriq yo'gayninki rizqini Alloh taolo nereden beradi? Ya quyosh nuridan foydalanmaydi ekan, ya tuproqdan foydalanmaydi ekan. Shundaqmi? Nereden keldiğin deb o'ylab qoldinglarmi? Yani mana mushning o'xshash ba'zi o'simliklar bor ekan, yıldızımı yok, yeşil yupurmog'imi yo'q. Bu o'simliklarni Alloh taolo boshqa o'simliklarning tenidagi uzoqlarni so'raydigan qilib yaratgan qarang. Mal seriq yo'gay boshqa o'simliklarga yomishib, shu o'simlikning tenidagi uzoqlikdan foydalanadi ekan. Yani Alloh taolo moning rizqini qanday beribdi? Ko'rdinglarmi? Subhanalloh, subhanalloh. Yani Allah Teala her qandaq bir yaratgan mahluqatlara rizq berem degan, rizq berdi. Her xil yo'llar bilan rizq berishga Alloh Teala qodir. Tushundinglarmi? Yani parazit yashaydigan bir xil o'simlik ekan bu. Buni men sizlarga bir misol keltirib, Allohningki butun jonlilarga qandaq rizq berganligini bir his qilishinglar uchun misol keltirib qo'ydim. Ankabut surasining 62-oyatini qaysini o'qib baqisizlar? Ben Ayşe. Ayşe okuma. Ben Allah yabsutu rizqa limen yeşâ'u min ibadihi ve yaqdiru lehu innallaha bikulli şeyin alim. Allah bendelerden qaysi adamның rizqini keng qilmoqchi bo'ladigan uni keng qiladi. Qaysi bandasining rizqini tar qilmoqchi bo'ladigan uni tar qiladi. Allah haqiqatan hamma narsani bilib turg'uchidir. Maşallah. Qaranglar, bu oyat Alloh taolo bandalardan qaysi odamning rizqini keng qilmoqchi bo'lsa, uni keng qilganligini, qaysi bandasining rizqini tar qilmoqchi bo'lsa, uni tar qilganligini so'zlabdi. Allah haqiqatan hamma narsani bilib turuvchi. Yani alim bo'lgan Allah hammani biladi. Yani Allah bandalarniki, yani bu oyatdan bilamiz, Allah xohlagan kishining rizqini keng qildi ekan, xohlagan kishining rizqini tar qildi ekan. Rizqini keng qilish degan gap, yani hamma narsani ko'plab berish degan gap. Rizqini tar qilish degan gap, yani rizqni bir narsadan oz berish, yani uni kambag'al qilish degandek ma'no tushunsanlar bo'ladi.
Undaqda senden so'rab baqay. Allah Taala nima uchun ba'zi bandalarning rizqini kengir qiladi, ba'zi bandalarning rizqini tar qiladi? Bu to'g'riliq bildiganlar bormi? Ko'z qarashingizni so'zlab beqinglar. Yani Allah Taala ba'zilarni nima uchun boy qiladi, ba'zilarni nima uchun kambag'al qilib qo'ydi? O'ylab boqmatinglar? Ma'lumma o'ylab bakmagan. O'ylab boqmaganman. Unda xos men deb beray sizlarga. Yani Allah Taala ha? Bilme. Ha, deb beqinglar? Adamlar ıslap bakış için gittiler. İşliken adamlara bildi bilen yaxşı işlemegen adamlara vermeydi. Yaxşı maşallah. İşkilerin cevabına ait doğru. Yani bir sınavın dedikler Allah Taala sınav için berdi dedikler. Qaranglar. Ait yaxşı işkilerin cevabına ait yaxşı. Yani zaman yüzü qarsanlar, ba'zilar nihoyatda boy, ba'zilar nihoyatda kambag'al. Bu Allohningki ba'zilarni boy qilib qo'yishi, ba'zilarni kambag'al qilib qo'yishi hargiz boy kishilarni yaxshi ko'rganlikdan, kambag'al kishilarni yomon ko'rganlikdan emas. Yani Allah Taala inson bandalarini sınash uchun shunday qilib berdi. Yani bir bandasiga nihoyat ko'plab mol rizq bersa, mollarni ko'plab bersa, boy qilsa, shu bandasini sınash uchun berganlikdir. Yani bu benden muşundaq köp rizqni bersam, manga itoat qilamdi, qilmamdi. Yani muşunun shukr qilamdi, qilmamdi. Mushu rizqdan men bergan mushu mol dunyodan kambag'allarga beramdi, bermamdi. Yani boshqalarga xayr-ihson qilamdi, qilmamdi deb turib, shu boyliqni shu odamga ko'plab berdi. Yani ba'zi insonlarga rizqini tar qildi, yani rizqini tar qildi. Bu qilish sababdimi? Yani onu yani Allah Taala sınash uchun shunday qilgan. Mushu bandamga men rizqlarni oz bersam, ashuni shukr qilamdi, qilmamdi. Yana menga iborat qilamdi, qilmamdi. Meni texmi ko'p aslamdi, aslamamdi. Yani bu rizqni nereden talab qiladi? Mendan talab qilib, menga yolramdi, yolmamdi. Deb turib Allah Taala mushu bandani sınash yo'sidan uning rizqini tar qilgan. Yani rizqini tar qilishi hargiz Allah Taalaninki o bandani yaxshi ko'rmaganligidan emas. Yani qarasak, ba'zi payg'ambarlar, hattoki bizning sahobalarimiz qarasaqmi ba'zilarini aytib kambag'al holatda o'tgan. Shundaqo Allah Taala hargiz ularni undaq yaxshi ko'rmaganlikdan emas, balki sınash yo'sidan shunday rizqini tar qilgan. Yine o'ylab baqayli, zaman yuzida Allah Taala hamma odamni boy qilib etgan bo'lsa, insonga ehtiyoj tushimdi? Hargiz ehtiyoj tushmaydi. Shundaqo, boylarningki zakot berishni, sadaqa berishni ahamiyat qilamdi? Hargiz ahamiyat qilmaydi. Agarda hamma odam kambag'al, hamma odam boyib ketib qolsa, Allohning bu zakot, fitra, sadaqa degandek amallarni yo'l qo'yishniki hech qanday bir o'rni qolmaydi. Allah Taala mana bu shunday zaminda ba'zani boy, ba'zani kambag'al qilish orqali bir-biriga ko'ngil bo'lamdi, ben bilmamdi. Bir-birisiga yordam qilamdi, qilmamdi deb yaxshi bandalari bilan yomon bandalarini bir-biridan ayirish uchun Allah Taala mushu hikmatlar shunday ba'zisini boy, ba'zisini kambag'al qilgan. Yana qarab baqaylik, agarda Allah Taala hamma insonlarning hammasini qilib etgan bo'lsa, ama gapim tugagan gap qiling, ha? Allah Taala bütün bandalarning hammasini boy qilib etgan bo'lsa, zimindagi ba'zi xizmatlar bor, nihoyatda jabborlik bir xizmatlar bor. Masalan, konlarda ishlaydigan yoki bo'lmasa mushu axlatlarni tozalaydigan degandek ba'zi nihoyatda qiyin bir kasblar bor. Shu kasblarni qiladigan odam qilamdi, hargiz qilmaydi. Shundaqo, yani hamma odam nihoyatda rohat yashashni umid qiladi. Yani muşundamı Allah'nınki muş yeryüzündeki bütün insanların turmuşunun tertiplik, hemmeşinki joy-joyda buluş için Allah Taala mana muşunda nayetimi tanışıp durup hikmet bilen mana muşunda yaratkan. Bildinglarmi? Endi gap qilganlar bo'lsa. Ma'lum. Ama Allah'ın berib, ularga zakat berish, sadaqa zakat berishni farz qilganda, Allah'ın muşu zakat farzlarni yo'l qo'yishniki sababini so'ramoqchimisiz mendan? Yani Allah Taala mush orqali boylarni
zakat berishga buyurgan. Shunday qo'l zakat berib, ularni aşı orqali bir savob berishga buyurgan. Yine musharqliq ularni sınıgan. Yine zakatni beramdi, ben menga itoat qilamdi, qilmamdi deb ularni sınıgan. Kambag'al kishilarni ashlarga muhtoj qilib qo'ygan. Muhtoj qilib qo'yishdimi? Yine bu yaqin degandek Allohning nurg'un hikmatlari bor. Yana bir savol. Allohning biz uchun yaratgan rizqiga qanday erishimiz? Yani Allah Taala bütün canlıların hammasiga rizq beribdi. Bu rizqqa qanday erishimiz? Agar da Allah bizga rizq beribdi, Allohning bergan rizqini yeydiganmiz, bermagan bo'lsa yemaydiganmiz deb uyda jim o'tirsak Allohning rizqiga erisha olamizmi? Hargiz erisha olmaymiz. Yani Allah Taala o'zining rizqiga erishishning yo'lini tirishchanlik, ishlash qilib belgiladi. Yani biz ishlasak, rizq erish uchun tirishchanlik ko'rsatsak, anondagi Allohning biz uchun yozgan rizqini qo'limizga ola olamiz. Bildinglarmi? Yani Allah'ın rizqiga qanday erishishimiz? Harakat qilish bilan, ishlash bilan, tirishchanlik ko'rsatish bilan andan keyin Allohning rizqiga erisha olamiz. Agar biz harakat qilmasak, ishlamasak, tirishchanlik ko'rsatmasak, rizqqa erisha olmaymiz, erishamaymiz. Alloh bizga rizqni yozadi ekan, lekin biz uni qo'limizga keltira olmaymiz. Allohning rizqiga erishishning yo'llarini bildinglar, ha? Ya'ni xizmat ishlash bilan, emgak qilishni erishadiganmiz. Qanday yo'l bilan emgak qilamiz? Halol yo'l bilan. Yani Allah bizga bildirgan, Qur'on va sunnatda bildirgan halol yo'l orqali rizq erishimiz. Bu halol yo'l degan qanday yo'l? Halol yo'l degan qanday yo'l bilamsizlar? Halol yo'lni so'ramay, harom yo'lni so'raysizlardan. Allohning rizqiga erishish uchun mangdigan harom yo'llar qaysi bilamsizlar? Mesela birsiniki yaxshi o'g'irlasak halol bo'lamdi, halol bo'lmaydi. Yenichi başqalarning narsasini o'g'irlab olish harom. Yana nima harom? Malam g'aybat qilish. G'aybat qilish, rizq berishning yo'llaridan deyapman, ha. Masalan, faiz bilan riba, ya'ni deymiz buni, o'sim bilan erishgan mol-mulk halol bo'lamdi? Hergiz halol bo'lmaydi, ha? Yani bizniki mol-mulk erishishimizning yo'lida hergiz o'sim, faiz aralashib qolmasligi kerak. Yenichi boshqalarning haqqini yeyolsak bo'lamdi? Hergiz bo'lmaydi. Boshqalarning haqqini yeyolsak bo'lmaydi. Undan boshqacha masalan, jang tarazida kam tortib bersak bo'lamdi? Hergiz bo'lmaydi. Chuqur jang tarazida adil bo'lishimiz kerak. Başqalarga bergan chaqdimi, olgan chaqdimi chuqur tulluq holatda, tam holatda elishimiz kerak. Hergiz bergan chaqda oz berib, olgan chaqda hergiz bo'lmaydi. Ha? Halol deganga. Halol degandim degan gap. Halol degan Allah mujinda qilsangiz Allah bizga bergan yo'l. durust qilib bergan narsa. Halol degancha işlesiniz buludu, yesiniz buludu deb shunda yo'l qo'ygan narsalar halol buludu, cheklagan narsachi harom buludu. Cheklagan narsalar harom buludu. Unda Rasululloh Allohning biz yaratgan rizqqa qanday erishadiganmiz? Halol yo'l bilan tirishchilik ko'rish orqali erishadiganmiz. Agar biz bu yo'lga harom aralashib qolsa bo'lamdi ekan, bo'lmaydi ekan. Yenichi biz tirishmay uyda o'tirib olsak, rizq bizning oldimizga kelamdi ekan, kelmaydi ekan. Bildinglar, ha? Yaxshi. Unda bo'lsa yana bir savol. Qaranglar. Allah bütün canlılarning rizqini beribdi. Shunday qo'yatdan so'zidik, Allah oyatdan keltirdik. Allah yaratgan canlılarning hammasiga shunday rizq beribdi. Ammo bugungi dunyoda ba'zi insonlar ochlikdan o'lib ketyapti. Bu nima uchun? Degan savol kelib chiqish mumkin bizda. Yani nima uchun ba'zi insonlar ochlikdan o'ladi? Acaba Allah ularga rizq bermay qoldimi? deb o'ylab qolishingiz mumkin. Bu masalasi to'xtalib boqaylik, ha? Allah Taala qaranglar, bütün insonlarning hammasiga rizq bergan. Yani bütün canlılarning hammasiga rizq bergan. Endi bu ochlikdan o'lib ketgan insonlarga Allah rizq bermadimi? Bo'lsa Allah rizq berdi. Ammo ularcha boshqalarning zulm qilish sababidan o'zining rizqiga erishamadi. Yani ularning rizqini zo'migarlar, zolimlar elib oldi.
Muşu sebepten bular aşıktan ölüp ketevatıdı. Bildinglar mı? Nemi çünkü? Mesela misal kelip turibsizlarga, hozir dunyoda qancha 7 milliard inson bor deylik. Mesela misollarni tushuntirib beray. 7 milliard inson bor desak, Alloh taolo bu insonlarningki hammasiga yetib oshqidek rizq bergan. Bütün insonlarni rizqi bilan yaratgan. Hattoki ba'zi olimlar deydi ekanki, hozir 7 milliard inson bo'lgan bo'lsa, Alloh taolo 28 milliard insonga yetkudek rizqni yaratgan deydi. Yaratgan. Ammo lekin bu rizqning o'ylab bakinglar, shu 7 milliard insonga kelgan rizqningki 90%ni 90% rizqni dunyodagi oz sonliq boylar egallab olgan. Oz sonliq boylar egallab olgan. Ya'ni nihoyat boy insonlar bor, bular nurg'un boyliqlarni o'ziga ega olgan. Ammo lekin bu kambag'allar ozgina 10% boyliqni hammasi foydalanayotgan. Bu holatda albatta kambag'allik chiqamdi, kambag'allik chiqadi. Ya'ni bu insonlarning kambag'al qilishining sababimi shu ba'zi insonlarningki boshqalarningki mol-mulklarni elib olganlikdan bo'ladi. Açlıktan ölüp ketayotgan insanlarga qarab bakaylik. Masalan, Afrikada açlıktan ölüp ketayotgan nurg'un insonlar bor. Nurg'un insonlar bor. Qaranglar, resim qarab bakinglar. Mala nihoyatdan boy yashab shundami? Yedigan narsadan shundoq jiq, shundoq yashab o'tibdi. Ammo bolalar qarsanglar, ochqib o'tibdi. Iltizamni ko'lab yeb o'tibdi. Qaranglar, axlatlardan topgan narsani yeb o'tibdi. Ya'ni nihoyatdan turmushi nihoyatdan qiyinchilik ichida o'tibdi. Ya'ni dunyo hozir Muallim. Ha? Muallim. Ha? Bu ballarni bunda başlayalım kısmına. Qaranglar, Afrikada men sizga deb beray. Shundoq och qolgan bolalarniki nima uchun sabab nima uchun mushtar bo'ldi ekan desanglar, mush yerdagi boshliqlar yoki bo'lmasa boylar butun hamma so'z tijoratlarni qo'lga olib olgan. To'g'rimi? Mush yerda chiqadigan mahsulotlarni o'zining qo'liga olib olgan. Ularni o'zi sotadi, sotgan pulini o'zining yanchiga soladi, malag'uchi beramdi, bermaydi. Shu sababli bular och qilib o'tibdi. Ya'ni bularning och qilishining sababi nima ekan? İnsanlarninki zalimligi. İnsanlarninki shundoq adolatsizligining sababidan bular och qilib o'tibdi. Hargizmi Alloh taolo bularga rizq bermaganlikdan emas, bularning rizqini insonlar tatib olganlikdan och qilib o'tibdi. Tushundinglarmi? Tushundinglarmi? Nima ish qilibdi? İnsanlar bularning rizqini tatib Alışlaşkendu. Ha, yaxshi. Alloh bularga rizq bermay qopdimi? Albatta ularga rizq bergan. Bular lekin rizqini boshqalar tatib olgan, boshqa insonlar elib olgan. Shu sababdan bular och qoldi. Men sizga qarab boqaylik, qaranglar. Bular texim echinishliq. Men nima ish qilaman sizlar birotaman desanglar, sizlarningki Allohning bizga bergan rizqini teximi yaxshi his qila olishinglar uchun sizlar birotaman. Allohga teximi ko'p shukr eta olishimiz uchun sizlar birotaman. Qaranglar, ha? Dunyoda sizlarga o'xshash 540 million bolalar bor ekan. 540 million bolalar bor ekan. Bu bolalarningki 30% nihoyatda kambag'al. Ashundoq bugun tomoq qo'sib qo'ygan bo'lsa, erta nima yeyman deb g'am qilayotgan holatda yashaydi ekan. 30% bolalar. Dunyodagi bolalarning gapi ha? Ondan keyin 250 million bolalar, qaranglar, 540 millionning 250 millioni bekchiq gap bu. 250 million bolalar xizmat qiladi ekan. Nima uchun xizmat qiladi? Pul topmasa osh qiladi. Shu sabab bilan boshqalarga ishlab, pul tepish uchun, qo'zg'ini beqish uchun xizmat qiladi ekan. 250 million bolalar. Bu 540 million bolaning ichidan qaranglar, 130 million bolalar maktabga borolmaydi ekan. 130 million bolalar maktabga borolmaydi ekan. O'qish fursatiga erisha olmaydi ekan. Ya'ni bizning o'qish fursatiga erisha olishimiz, maktabga bora olishimiz uchun Allohning nihoyatda zo'r bir va bizga bergan rizqi, ne'mati bu. Her yilisi 25 ming kishi ochlikdan o'ladi ekan, qaranglar. Dunyoda her yilda 25 ming kishi ochlikdan o'lib ketadi ekan. Buningki 8 mingdan 10 minggacha kichik bolalar ekan. 25 ming o'lgan kishiningki 8 mingdan 10 minggacha kichik bolalar ekan. Kichik bolalar ekan. Her 5 minutdan 10 minutgacha bir bola ochlikdan o'lib ketadi ekan. Hozir
5 minutdan 10 minut vaqtda neçesi o'tdi shuna degandan beri mushu har bir 5-10 minutning ichida bir bola ochlikdan o'lib ketadi ekan. Mal statistika meni navbatda bek o'ylantirib qo'ydi. Men buni internet to'rdan topdim. Sizlar iznib baqsangiz topa olasizlar, to'rda yozliqliq. Endi biz sizlar bolalar navbatda bek baxtli. Qaranglar, hammalar ota-onalar bergan narsani yeb, ota-onalar bergan pulni qashlab yashayapsizlar. Shundaqmi maktablarga beryapsizlar, mashundaq to'rlarda dars olish fursatiga erishyapsizlar. Bir kun ash qilib baxmadinglar. Shundaqmi biz navbatda baxtli yashayapmiz. Bizimizning navbatda baxtli kelgan bilishimiz kerak. Buning aksicha qaranglar, nurg'un bolalar bor ekanini. 250 million bola maktabda o'qimay, xizmat qilib, pul tepishga majbur bo'lib qolibdi. 130 million bola maktabga borolmaydi ekan. Yana nurg'un bola ochlikdan o'lib ketadi ekan. Biz shuning uchun qanday qilishimiz kerak? Har vaqt Allohga shukr etishimiz kerak. Allohga itoat qilishimiz kerak. Mana shundaq o'zining rizqini tatib olingan, shundaq zulmga uchragan bolalarga yordam qilish uchun tirishchilik ko'rsatishimiz kerak. Ya'ni bundan keyin shu dunyoda adolatni to'g'izish, zulmni yo'qotish kimning vazifasi? Biz insonlarning vazifasi. Alloh taolo bizga zulmga qarshi turinglar degan, dunyoda adolatni tiklanglar degan, bizni jihodga buyurgan. Mushlarni qilmasak biz shu qanday holat tushib qolamiz? Bugünkidek mana shunday holatga tushib qolamiz. Mushu holat tushib qolishmi kimning sababi? İnsanlarning sababi. Biz insonlarningki sukut tutganligimizning, mushundaq zulmga qarshi hech qanday gap qilmasligimizningki sababidan mana shunday oqibatlarga chiqadi. Bildinglarmi? Sening kelgusidagi vazifalarni aytimichiq. Vazifalarni aytim eg'ir. Dunyoda adolatni to'g'izish insonlarningki, ya'ni biz musulmonlarningki vazifasi. Biz musulmonlarning vazifasi. Bu yerdanki shu ocharchilikning sababi nima ekan? Zulm va adolatsizlik. Yana bir sababi isrofchilik. Yana shu arab dunyosiga qarab baqsak, yoki boshqa dunyoning qanday yeriga qarab baqsak, boylarning aytimiz isrofxo'r. Boylarning ishlatgan kichikgina bir narsani shu ochib qolgan bir insonlarga beradigan bo'lsak, nurg'un insonlarning hayoti qutlib qoladi. Ammo lekin ular beramdi, bermaydi. Noitim isrofchilik qiladi. Mushu sababdan bugungi dunyodagi mushunday ijinishli oqibatlar kelib chiqyapti. Endi darsimizning oxiriga keldik. Darsimizning oxirida men sizlarga ikki duo aytib qo'yay. Birisi tomoqni yeyishdan burun o'qilgan duo. Ya'ni bu duolarni o'qish bizning Allohning bizga bergan rizqlariga shukr etganligimiz hisoblanadi. Bu duolarni cho'q menlar bilishinglar mumkin, bilmaydiganlar o'rganib olinglar, ha? Tomoq yeyishdan burun o'qilgan duo. Qaysinglar bilasizlar? Duoni chiqarishdan burun bilsanglar deb baqinglar. Bildiganlar bormi? Tomoq yeyishdan burun o'qilgan duoni bildiganlar bormi? Ben bilmem. O'qibaqmi? Allahümme barik lana ve qina azaban nar. Maşallah. Allahümme barik lana fima razaqtana ve qina azaban nar. Bismillah. Deb başlab turib tomoq yeymiz. Shunaqmi? Qasina o'qibaqsizlar? Ustaz Muhammad. Allahümme barik lana fima razaqtana ve qina azaban nar. Bismillah. Maşallah. Duanı yadlı bilanlar, ha? Endi tomoq yegandan keyin o'qilgan duoga kelaylik. Buni cho'qim ko'pinchalar bilasizlar. Qaysinglar deb baqsizlar? Duoni chiqarishdan burun birsizlar o'qiyqinglar. Bildiganlar bormi? Bildiganlar yo'qmi? Bilmasanlar o'rganib bilanlar, ha? Alhamdulillah. Ha? Ma o'qibiraya? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Qaysini o'qibaqsizlar? Bismillah.
المؤمنة ما خدنا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. Yaxshi. Fatima o'qing. وقال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. Maşallah. Yana qaysi o'qisizlar? ما خديجة. Xadija o'qing. Ben Ayşe. الحمد لله أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. Maşallah. Maşallah. Yana Allah'ın Allah'ın sen bulansa Müslüman. 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 Allah'ım Elhamdülillahi الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. Maşallah. Ustaz ben okusam bulandı. O'qing. Elhamdülillahi lezi at'amana ve sakana ve cealena minel muslimin. Maşallah. Maşallah. Tamaktan burun o'qigan duoni o'qinglarmidi? Kim o'qidi? O'qimaganlar. Halim ben O'qing. Allahümme barik lena fîmâ razaqtana ve qina azabennar. Bismillah. Maşallah. Yaxshi. Unda o'z darsimizni xulosalab o'taylik. Müəlliməm bu O'qilaman. tırnaqını kullanacağını bilirsin ama ne? Endi o'g'ilib oling, ha? Yine Alloh taolo Muallim. shunday ko'plab rizqlarni beryapti. Har kun rizqlarni beryapti. Bu rizqlarga shukr etishimiz kerakmi? Albatta shukr etishimiz kerak, ha? Hech bo'lmasa tamoq yeyishdan burun, tamoq yegandan keyin mushu duolarni o'qinglar. Yani her vaqt Allohga shukr etib turaylik. Ey Alloh, bizga shunday rizqlarni beribdilar. O'zlariga ko'p rahmat. Deb Alloh taologa rahmat etishni har vaqt unutib qolmasligimiz kerak. Eğer Allah Teala bizge bu rızkını vermeyen olsa, birisi bizge rızık verelemdi? Yok, herkes rızık veremeydi. Rızıkını fakat Allah verirdi. Rızıkını fakat Allah verirdi. Kallamızda bulsun, sizlerin her vakit isimlerde bulsun, rızıkını vergücü Allah. Bir insana rızık veremeydi. Biz rızkımızı kimden talep kılımız? Allah'tan talep kılımız. Kaysi yoldan talep kılımız? Tirişçilikka işleş bilen halal yoldan talep kılımız. Tamam mı? Yani biz her vakit Allah Teala'dan rızıkını kütüşümüz gerek. Rızıkını fakat Allah'tan tilişimiz gerek. Dersimizi xulosalaylik. Dersimizde nima o'rgandik bugün? Allah'ın Er-Razzaq sifatini o'rgandik. Shunday başdan kelay. Allah'ningki Er-Razzaq sifatini o'rgandik. Er-Razzaq degan nima degan gap? Er-Razzaq degan Allah yaratgan jonliqlarning ehtiyoji bo'lgan hamma Allah narsani rızık bergüchi vergücü. deganlik. Yaxshi. Rizq degan nima? İnsanlarningki ehtiyoji bo'lgan narsaning hammasi nima? Rizq. Alloh taolo bergan narsaningki hammasi rizq. Allah Teala dünyadaki canlılarning hammasiga rizq berishni o'z ustiga olgan. Ya'ni bandalarni rizqini o'zing tepinglar demagan, balki Alloh Teala bergan. Butun rizqlarni bizga bergan. Bergan rizqlardan yemek-içmekler, sevgi-tat, meyve-çeveler, kiyim-kechaklar, uylar, misal keltirdik, mashinalar, farzandlar, pullar hammani Alloh taolo bizga rizq bergan. Undan başqa vaqt, ata-ona, iymon, ilm olish fursati, qarindoshlar, sog'lomlik, xotirjamlik qatorliq nurg'un sanab tugatkisiz rizqlarni Alloh taolo bizga beryapti. Hayvanotlarga beryapti, o'simliklarga beryapti. Alloh yana aytdim, rizq berguvchi bo'lgan Alloh. Endi Alloh taolo ba'zi odamlarning rizqini kengri qilibdi, ba'zi odamlarning rizqini tor qilibdi. Buning hikmatini so'zlab o'tdik. Yine Alloh taolo bandalarni sinash yo'lini shunday qilgan. Hamda zaminninki bir tampon holatda bizning hayotligimizni davomlashtirishimiz uchun Alloh taolo mana shunday yaratgan. Ya'ni Alloh taolo xolig'ini qilguchi deb o'rgandik. Ve Allah'ın bizga yaratgan rizqi qanday erishimiz? Halol yo'l bilan emgak orqali erishimiz. Allah bütün canlılarning rizqini beribdi. Nima uchun insonlar ochdan o'lib ketadi degan masalaning javobini topdik. Shunaqo Alloh taolo u ochdan o'lib ketgan insonlarning rizqini beribdi-ki, ammo buning insonlar zulm qilib ilyapti. Shu sababdan ochdan o'lib ketibdi deb tushunsanlar bo'ladi. Bildinglarmi? Bildik. Ma'u statistikalarni ko'rib qo'yinglar, ham iznib beqinglar bu to'g'riliq. Bunu bilgenden keyin biz her vaqt biz o'zimizning kuniga noitimi shukr qiladigan, Allohga noitimi shukr etadigan bo'lamiz.
hem de bu holatni o'zgartirish uchun tirishchanlik ko'rsatishimizning lozimligini his qila olamiz. Bugungi darsimiz shu. Oxirida ikki duoni o'rgangan bo'ldik. Darsdan tushungan bu so'ranglar. Ha, gap qiling. Quiz bakalım da hamda. Endi quizni qilaylik.